Mana hurmatli podpischilar, yurtdoshlar, mana Obadan opamning ishlarini ko'ngildagi yetib xudo qalasa topshirib o'tirmiz. Obadan opa, yigitlardan ko'nglingiz to'qmi? Rahmat, O'ylaganingizdek bo'ldimi? rahmat, rahmat, katta rahmat. Xudoyim jon teningiz sog' bo'lg'ay, ishlaringizga rivoj bergay. Hamma vaqtni topganlaringiz yaxshi kunlaringizga buyurg'ay. Mana men ishlatgan ishlarim dim yaxshi bo'ldi, ko'nglimga dim unadi. Endi xudo xolisa bu yerlarimni asfalt yettirsam sizlarga yettiraman. Bo'ladi. Xudo xolisa sizlarga ishlataman. Sizlarga rahmat kattakan. Bergan pullaringizdan rozisiz-ku? Roziman, bergan pullarimga. O'ylagandek bo'ldimi? Ya, ko'nglimga dim qana yaxshi bo'ldi. Bo'ladi. Rahmat. O'ylab bo'lsin xudoyim miningizda. Yaxshi kunlarga keling. Rahmat, rahmat. Yurtdoshlar shunday xizmatlar bo'lsa xabarlashaverasizlar. Aytinglar sizlarim. Yaxshi, bo'ladi. Yaxshi kunlarga keling. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun 2026-yil 12-may sanasida bugungi obyektimiz Kamalada yakunlandi. Bu yerda bordir ishlar xizmat bo'ldi. Bordirimiz mana ko'rib turganlaringizdek baland 1 metr 30 santimetr bo'ldi. Joyning g'irdavaragini aylantirib qo'ydik yigitlarimiz. Yakun bo'ldi bitdi. Shuna bugun ko'chyapmiz yangi obyektga. Ishimizga ko'rib o'zlaringiz baho beraverasizlar. Tep-tekis liniyasi ham qisam. Har taraf mana yigitlarimiz shunday deb kimda shunday bir xizmatlar bo'lsa ekrandan nomerlarga xabarlashaverasizlar. Yigitlarimiz chiroyli tarzda mustahkam qilib qo'yib beradilar. Kimda shunaqangi xizmatlar bo'lsa ekrandan nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Fundament, bordyur, stяжка qo'yish ishlari bo'lsa yigitlarimiz aytgancha qilib chiqarib beradilar. Joyimizning ikki tarafini mana shunaqangi lestnitsalarni tushirib berdik. Malxonaga arqa tarafga bittasini mana liniyalarga da e'tibor etamiz shekilli. Yurtdoshlar. Joyimizning hamma tarafi shunaqa qilib bordorlar chiroyli qilib quyildi. Bu yerga bir kladovka garaj quyildi. Xudo xolasa yo'li shirakovlik yoki penablokdan quraman deyaptilar. Mana ishlab beramiz nasib etsa. Yigitlarimiz keyingi obyektga yo'l olyapmiz. Kanalimizda yangilar. Podpiska, like'larni ayamaymiz. Kanalimiz rivojlanishi uchun podpishkada bo'lamiz. Sement, tosh barchasi o'zlarimizda mavjud. Shlakablok, penablok xabarlashaverasizlar. Ekrandan nomerlarga.